Bugün ukam bilan rent kartudan mashina olib hayvon aylanishga qarar etdik. Birinchi bo'lib ichan qalay girdik. Bedek cho'kilmadan ko'rib qo'ylari ichma ushib ketdi. Keyin yana yo'lda davom etdim. Qarasam ukam yo'qolib qoldi. Uf, endi opamni nodiman ekan deb qarab turgandim. Ukam asabonda qizlar yoqish uchun ochki tilab yotibdi ekan qarab. Uni bahonasida men ham o'zim ochib keldim. Bilaman, menga ko'proq yarashganchiki. Bu qarovay manekenlarni ko'rib basa chiqqanimi kadilar yadim tushib ketdi. Biz yana aylanishda davom etdik. Eldimdan xo'sh oy go'ynang sumkalar chiqdi. Ukam olib ber desam qo'ysang jo'gilan sumka yasab men aldab qo'ydi. Nerim chiqib shu yurgan turistlar ukam bersammikan dedim men. Yaxshi turistlarga rahmim keldi. Yuzim настроенияsi yo'q bo'lgani ukamnikidan ham xito olibdi. Kayfiyatni ko'tarib yana yo'limizda davom etdik. Qarasak, Pahlavon hotelning oldiga kelib qolibmiz. Bu yerning atmosferasini ko'rib Sulton Sulaymonning saroyi deb o'ylab o'zimni xurram nexsat beribman. Hotelning o'ng burchagida ochkili barmenimiz o'zini Schwarzenegger deb o'ylamay bilaman bir narsalar o'tib yotibdi ekan. Keyin ukam bilan ikkimiz kelishib, kokteyl ichishga qaror etdik. Barmenning kokteyl o'tishini hech yetib bo'lmaydi. Barmenimizni ellarine sağlık dimmazdı bo'pti. Arkama qarasam, gözüm pianino tushdi. Xiyli bo'lib pianinoni ham chalib ko'rdim. Avara bo'lib esa ukam yodimdan chiqib ketibdi. Izindan borsam, bassenda haz etib suv tushib dam olib yotibdi ekan. Eldima dush deb olib chiqdim. Shu bilan Pahlavon mehmonxonasi bilan xayrlashib, uyimiz tomon yo'l oldik.